Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning uyingiz, yer uchastkangiz, dala hovlingiz, umuman olganda sizning mulkingiz bilan bog'liq juda muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu siz o'ylaganingizdan ham jiddiyroq masala bo'lishi mumkin va men sizni ogohlantirish uchun shu yerdaman. Butun mamlakat bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir ko'rsatadigan, ammo ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirayotgan, kechiktirib bo'lmaydigan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir fuqaro, har bir mulk egasi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar sizda biron bir ko'chmas mulk bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Ishoning, bu sizga hozir juda kerak bo'ladi. Mulkingizning taqdiriga befarq bo'lmang. Avvallari ko'chmas mulkni rasmiylashtirish, uning hujjatlarini tartibga solish jarayoni qanday edi? Ko'pchiligimiz xotirlaymiz. Bu jarayon asosan qog'ozbozlik, yillar davomida to'plangan eski arxlar, qo'lda yozilgan xat-xabarlar va albatta uzoq navbatlar bilan bog'liq edi. Har bir hujjatni topish, uni tekshirish va tasdiqlatish uchun turli idoralar o'rtasida cho'pishga to'g'ri kelardi. Ba'zida esa hattoki o'sha eski hujjatlar yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, butun bir janjalga, sud ishlariga sabab bo'lar edi. Qishloq joylarida masalan, odamlarning yer uchastkalariga egalik huquqini tasdiqlovchi orderlar yoki qishloq kengashi qarorlari yillar davomida saqlangan qalin jillarda, chang bosgan arxlarda turardi. Bu hujjatlar ko'pincha eskirgan, ayrim joylari o'chib ketgan yoki ulardagi ma'lumotlar hozirgi holatga mos kelmasdi. Mulkning haqiqiy chegaralari va hujjatdagi chegaralar o'rtasida katta farqlar yuzaga kelardi. Bu esa qo'shnilar bilan yer tortishuvlariga, oldi-sotdi bitimlarda muammolarga, merosni rasmiylashtirishda chigal vaziyatlarga olib kelardi. Umuman olganda, ko'chmas mulk egalarining huquqiy himoyasi juda zaif, ma'lumotlar esa tarqoq va ishonchsiz edi. Bugun vaziyat tubdan o'zgargan. Hukumat mulkchilik munosabatlarini tartibga solish va raqamlashtirish bo'yicha ulkan ishlarni boshladi. Yangi davlat dasturlari, ya'ni yagona milliy ko'chmas mulk kadastri tizimi yoki boshqacha aytganda raqamli kadastr loyihasi doirasida barcha ko'chmas mulklar qayta ro'yxatga olinmoqda va raqamlashtirilmoqda. Endi eski qog'oz hujjatlar asta-sekin o'z kuchini yo'qotadi va barcha ma'lumotlar yagona elektron bazada jamlanadi. Bu jarayon mulkchilik huquqini himoya qilish, korrupsiyaning oldini olish, mulkni sotish, hadya qilish, meros qoldirish yoki garovga qo'yish kabi barcha operatsiyalarni tezlashtirish va shaffof qilish maqsadida amalga oshirilmoqda. Biroq bu o'zgarishlarning yo'riq tomonlari bilan birga, agar siz hozirdan harakat qilmasangiz, katta muammolar paydo bo'lishi mumkin bo'lgan qorong'u tomonlari ham bor. Va aynan shu xavflar haqida men sizni bugun ogohlantirmoqchiman. Hamma mulklar, hamma mulkdorlar endi bu yangi tizimga kirishi shart. Aks holda sizning mulkingiz huquqiy jihatdan mavjud emas deb topilishi, uning ustidan egalik huquqingizni yo'qotishingiz yoki jiddiy jarimalarga tortilishingiz mumkin. Bu shunchaki bir tavsiya emas, bu davlat talabi. Endi esa batafsil tahlilga o'tsak, yangi tizimga o'tish jarayonida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa xavotirlanishi lozim va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, har bir ko'chmas mulk obyekti, uy, kvartira, yer uchastkasi, noturar joy endi o'zining yagona kadastr raqamiga ega bo'lishi shart. Bu raqam uning raqamli pasporti hisoblanadi. Agar sizning mulkingizda bunday raqam bo'lmasa yoki mavjud raqam eski ma'lumotlarga asoslangan bo'lsa, uni yangilash yoki olish majburiydir. Bu jarayonning aniq belgilangan muddatlari bor va bu muddatlar tugashiga oz qolmoqda. Muddatlar viloyatlar va tumanlar kesimida farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy kadastr bo'limlaridan aniq ma'lumot olish zarur. Ammo umumiy tendensiya shundaki, tez orada barcha eski hujjatlar o'z kuchini yo'qotadi va ularsiz har qanday mulk bilan bog'liq bitimlar, masalan, sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki meros qoldirish imkonsiz bo'lib qoladi. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi lozim? Birinchidan, eski namunadagi hujjatlarga ega bo'lganlar. Agar sizda uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi buyruq, order, shahar yoki qishloq kengashi qarori, Sovet davrida berilgan davlat aktlari yoki hujjatlar bo'lsa, siz darhol harakat qilishingiz kerak. Bu hujjatlar yangi tizimda avtomatik ravishda tan olinmasligi mumkin. Misol uchun Olbeshu Ahmad akamni olaylik. U Qashqadaryo viloyatining bir chekka qishlog'ida yashaydi. Uning uyiga va 2 sotik yerga 1995 yilda berilgan qog'oz orderi bor. Bu order yillar davomida sandiqda saqlangan
bir o'zgartirilgan joylari ham bor. Yangi tizimga ko'ra Ahmad akamning uyi kadastr hujjatlarida umuman ko'rinmasligi mumkin. Yoki aksincha eski xaritalarga asoslanib uning yer uchastkasi 2 sotiq deb ko'rsatilishi mumkin. Garchi u aslida 12 sotiqdan foydalansa ham. Agar u o'z vaqtida murojaat qilmasa, uning huquqlari jiddiy darajada cheklanishi mumkin. Uning uyi va yerini farzandlariga meros qoldirishda yoki agar u pulga muhtoj bo'lib qolsa, uyini sotishda juda katta muammolarga duch keladi. Hattoki yerni soliqqa tortishda ham agar hujjatlar yangi tizimga mos kelmasa, unga nisbatan noto'g'ri soliq hisoblanishi mumkin. Bu kabi holatlar minglab odamlarda kuzatilmoqda. Ikkinchidan, o'z mulkining chegaralari aniq belgilab qo'yilmagan yoki qo'shnilari bilan bu borada tortishuvlarga ega bo'lganlar. Yangi tizim yer chegaralarini sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va geodezik o'lchovlar asosida aniqlaydi. Agar sizning oldingi hujjatlaringizda yer chegaralari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki ular hozirgi haqiqiy holatga mos kelmasa, bu jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Toshkent viloyatida yashovchi Mirzo aka misolida ko'raylik. Uning dala hovlisi bilan qo'shnisining uyi o'rtasidagi chegara panjarasi 1910 yillardan beri turibdi. Lekin eski hujjatlarda chegara boshqacha ko'rsatilgan. Yangi kadastr o'lchovlarida Mirzo akaning yeri hisobiga qo'shnisining yer uchastkasi kattaroq chiqishi mumkin yoki aksincha. Agar Mirzo aka o'z vaqtida kadastr xizmatiga murojaat qilib, o'lchovlar paytida hozirgi holatni tasdiqlatmasa yoki qo'shnisi bilan birgalikda kelishmasa, uning yerining bir qismidan ayrilishi yoki sud orqali uzoq va qimmat tortishuvlarga kirishishi mumkin. Yangi tizimda raqamli chegara haqiqiy chegaraga aylanadi. Uchinchidan, meros orqali o'tgan mulkni hali rasmiylashtirmaganlar. Ko'pchilik ota-onasidan qolgan uyni yillar davomida o'z nomiga rasmiylashtirmay, shunchaki yashab yuradi. Sababi ko'pincha qog'ozbozlikdan charchadim yoki keragi yo'q, baribir meniki-ku degan fikr bo'ladi. Ammo bu noto'g'ri. Yangi tizimda meros hujjatlari, merosxo'rlik guvohnomasi va mulkni o'z nomingizga o'tkazish majburiy hisoblanadi. Farg'onadan Nigora opamning misolini olaylik. Uning otasi 10 yil avval vafot etgan va unga 2 xonali kvartira meros qolgan. Nigora opam boshqa aka-ukalari yo'qligi sababli notariusga borib merosni rasmiylashtirish keyinga surib yurgan. Endi esa yangi tizimga asosan u bu kvartira uchun elektr, gaz, suv to'lovlarini to'layotgan bo'lsa ham, u yuridik jihatdan uning egasi emas. Agar u zudlik bilan merosni rasmiylashtirmasa va kvartirani o'z nomiga kadastrga kiritmasa, bu mulk egasisiz deb topilishi va kelajakda uni sotish yoki garovga qo'yishda katta muammolarga duch kelishi mumkin. Hattoki uzoq muddatda mulkdan mahrum bo'lish xavfi ham mavjud. 4-dan, kadastr hujjatlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Bu uyingizning maydoni hujjatdagidan farq qilishi, bino yilining noto'g'ri ko'rsatilganligi yoki manzilingizda kichik bir xato borligi kabi holatlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, Samarqandlik Olimjon akamning uyining texnik pasportida maydoni 1000 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, lekin u aslida 1000 kvadrat metr qurib olgan. Bu nomuvofiqliklar yangi tizimda avtomatik ravishda aniqlanadi va agar ular o'z vaqtida qonuniylashtirilmasa, katta jarimalar yoki hatto noqonuniy qurilish qismiga buzib tashlash talabi ham qo'yilishi mumkin. Yoki hujjatda ko'cha nomi eski tarzda yozilgan bo'lishi, mahalla nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu kabi arzimagan xatolar ham mulkingizni yangi tizimga kiritishda katta to'siq bo'lishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Ammo baribir tekshirish shart. Agar siz so'nggi 5-10 yil ichida mulk sotib olgan bo'lsangiz va u rasmiy notarial tartibda barcha qonuniy normalarga rioya qilingan holda rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning mulkingiz allaqachon elektron kadastr tizimiga kiritilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, Toshkentlik Shahodat opam 3 yil avval yangi kvartira sotib olgan. Barcha hujjatlar elektron tarzda rasmiylashtirilgan va unga elektron kadastr raqami berilgan. Biroq shunga qaramay, Shahodat opam ham o'z mulkining holatini e-kadastruz yoki mulkim.uz bu saytlar nomli shartli ravishda aytyapman. Asosiysi rasmiy manbaga murojaat qilish kabi rasmiy davlat saytlari orqali tekshirish shart. Sababi tizimda xatolar, inson omili sababli yuzaga kelgan nomuvofiqliklar yoki texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Kichik bir xato ham kelajakda bosh o'g'riga aylanishi mumkin. Ya'ni hech kim, hatto eng tartibli mulk egasi ham yo'st xotirjam bo'lmasligi kerak. Hammasi qayta tekshiruvdan o'tkazilishi lozim. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tsak. Bu bo'lim juda muhim,
Chunki u sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Istisnolar ba'zi mulk turlari uchun jarayon biroz farq qilishi mumkin. Masalan, hali qurilishi tugallanmagan obyektlar, ya'ni qurilishi davom etayotgan uylar yoki noturar joylar uchun kadastr ro'yxatidan o'tish tartibi biroz boshqacha. Ular to'liq foydalanishga topshirilgach, yakuniy kadastr hujjatlari rasmiylashtiriladi. Biroq hatto qurilishi davom etayotgan obyektlar ham yer uchastkasi uchun kadastr raqamiga ega bo'lishi shart. Agar yerning kadastr hujjatlari bo'lmasa, qurilishning qonuniyligi shubha ostiga tushadi. Davlat mulki bo'lgan obyektlar ham alohida tartibda ro'yxatga olinadi. Mulk nizoli holatda bo'lsa, masalan, sud orqali hal etilayotgan bo'lsa, uning kadastrga kiritilishi sud qaroriga bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda sud jarayonlari tugagunga qadar mulkning kadastrga kiritilishi to'xtatib turilishi mumkin. Har bir istisno alohida o'rganilishi kerak va eng yaxshisi bu borada huquqshunos yoki mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Tuzoqlar va nozik jihatlar, birinchi tuzoq firibgarlar yangi tizimga o'tish jarayonida odamlarning ishonchidan foydalanib, o'zlarini tezkor kadastr xizmati yoki hujjatlarni tezda hal qiladigan mutaxassis deb tanishtiruvchi shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan haddan tashqari yug'urib pul talab qilishlari, soxta hujjatlar tayyorlashlari yoki pullaringizni olib g'oyib bo'lishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Faqatgina davlat xizmatlari markazlari DXM, kadastr agentligi bo'limlari yoki notarial idoralar orqali rasmiy tartibda ish ko'ring. Hech qachon shaxsiy hujjatlaringizni yoki pulingizni begonalar qo'lga ishonib topshirmang. Har doim rasmiy kvitansiya talab qiling. Ikkinchi tuzoq, noto'g'ri ma'lumotlar. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiygina qo'ni-qo'shnilar orasida noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Mening amakim shunday qildi, sen ham shunday qil kabi maslahatlarga ishonmang. Har doim rasmiy manbalarga, ya'ni davlat tashkilotlarining veb saytlariga, jal markazlariga yoki bevosita DXM xodimlariga murojaat qiling. Yangi tizim doimiy ravishda takomillashib borayotgani sababli kechagi ma'lumot bugun dolzarb bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat texnik muammolar. Yangi raqamli tizim hali mukammal emas. Veb-saytlar vaqti bilan ishlamay qolishi, ma'lumotlar bazasida xatolar yuzaga kelishi yoki ma'lumotlarni kiritishda kechikishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sabrli bo'ling va bir necha kundan so'ng qayta urinib ko'ring. Agar muammo takrorlansa, texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Ba'zida tizim sizning eski ma'lumotlaringizni topa olmasligi mumkin. Bu sizning mulkingiz yo'q degani emas, balki ma'lumotlar yangi bazaga o'tkazilmaganligini anglatadi. Bunday holatda sizning shaxsan murojaat qilishingiz talab etiladi. 4-chi nozik jihat kichik nomuvofiqliklar. Hujjatlardagi arzimas ko'ringan nomuvofiqliklar, masalan, familiyangizdagi bitta harfning noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sanangizdagi bir raqamning xato bo'lishi yoki mulkning manzilidagi mayda chalkashliklar ham jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Bu kabi xatolar avval ko'zga tashlanmagan bo'lsa-da, raqamli tizimda aniqlanib, hujjatlarni rasmiylashtirishni rad etishga asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni diqqat bilan tekshiring va har qanday kichik nomuvofiqlikni bartaraf etishga harakat qiling. Pasportingizdagi ma'lumotlar bilan mulk hujjatlaridagi ma'lumotlar mutlaqo bir xil bo'lishi shart. 5-chi nozik jihat noqonuniy qurilishlar. Agar sizda yer uchastkangizda kadastr hujjatlarida ko'rsatilgandan kattaroq yoki umuman ruxsatsiz qurilgan bino yoki uning qismi bo'lsa, bu katta muammo tug'diradi. Yangi tizim kosmik monitoring yordamida har bir obyektni aniqlaydi. Bunday noqonuniy qurilishlar qonuniy kuchga kirgandan keyin buzib tashlanishi yoki ularga nisbatan katta jarimalar qo'llanilishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lsa, zudlik bilan mahalliy hokimiyat organlari, qurilish bo'limi yoki kadastr agentligiga murojaat qilib, ularni qonuniylashtirish yo'llarini izlang. Bu ko'pincha amnistiya dasturlari doirasida amalga oshirilishi mumkin, ammo bu muddatli jarayon. 6-chi nozik jihat bir nechta mulk egaligi. Agar siz bir nechta ko'chmas mulk obyektlariga ega bo'lsangiz, masalan, shahar kvartirasi, qishloqdagi uy va dala hovli, siz har bir mulk uchun alohida kadastr hujjatlarini yangilashingiz yoki ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Bitta mulkni rasmiylashtirish bilan kifoyalanib qolmang. Har biri alohida o'rganiladi va ro'yxatga olinadi. Endi esa eng muhim qismga keldik, amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Bu yerda siz uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar mavjud. 1.
mulk holatini tekshirish. Birinchi qadam o'z mulkingizning hozirgi holatini tekshirish. Buning uchun kadastr agentligining rasmiy veb saytiga tashrif buyuring. Ko'pincha bu e-kadastr.uz yoki mulkim uz kabi domenlarga ega bo'ladi. Aniq manzilni kadastr agentligining rasmiy sayfalaridan yoki DXMdan bilib oling. Saytda sizning mulkingizning kadastr raqamini, shaxsiy identifikatsiya raqamingizni yoki pasport ma'lumotlaringizni kiritish orqali ma'lumot olish bo'limi bo'lishi kerak. U yerda sizning mulkingiz haqida mavjud ma'lumotlar, uning maydoni, manzili, egasi va boshqa texnik xususiyatlar ko'rsatiladi. Agar ma'lumotlar mavjud bo'lmasa yoki mavjud ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasa, keyingi qadamga o'tasiz. 2. Zarur hujjatlarni yig'ish, pasportingiz, asli va nusxasi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi barcha hujjatlar. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin. Sotib olish-sotish shartnomasi, kupcha, hadya shartnomasi, merosga egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma, order, uy joyga egalik huquqini beruvchi buyruq, yer uchastkasiga davlat akti yoki yer ajratish to'g'risidagi hokim qarori, sud qarorlari agar mulk bilan bog'liq nizolar bo'lgan bo'lsa, mulkning texnik pasporti agar mavjud bo'lsa, u eski bo'lishi mumkin, lekin baribir kerak. Uy joyning yoki yer uchastkasining rejasi, sxemasi agar mavjud bo'lsa, agar siz mulkning yagona egasi bo'lmasangiz, mulkning boshqa egalarining pasport nusxalari va ularning roziligi. Ba'zi hollarda notarial tasdiqlangan rozilik talab qilinishi mumkin. Vakil orqali harakat qilayotgan bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma. Barcha hujjatlarning aslini va bir nechta nusxasini tayyorlang. Asl nusxalar tekshirish uchun, nusxalar esa topshirish uchun kerak bo'ladi. O'tib qayerga murojaat qilish kerak? Asosiy murojaat nuqtasi Davlat xizmatlari markazlari DXM. Mamlakatimizning har bir tumanida DXM mavjud. Sizning hududingizdagi eng yaqin DXM ga murojaat qiling. Agar DXM muammolaringizni hal qila olmasangiz, bevosita kadastr agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning vaziyatingizni batafsil o'rganib chiqishadi. Ayrim murakkab holatlarda meros, sud nizolari, notarial idoralar orqali ham ishlarni hal qilish talab qilinadi. Arizani to'ldirish DXM yoki kadastr agentligida sizga maxsus shakldagi ariza blankasi beriladi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, F, pasport seriyasi va raqami, Ch, manzil telefon raqami, mulkning manzili turi, turar joy, noturar joy, yer uchastkasi, maydoni, kadastr raqami agar mavjud bo'lsa, kabi ma'lumotlarni aniq kiritishingiz so'raladi. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham kiritasiz. Odatda DXM xodimlari sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Eng muhimi, barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq taqdim etishdir. 5. Kadastr injeneri tomonidan tekshiruv. Sizning arizangiz qabul qilingandan so'ng, kadastr agentligining injeneri sizning mulkingiz joylashgan manzilga chiqib, o'lchov ishlarini o'tkazadi. Bu ishlar yer uchastkasining chegaralarini aniqlash, uyning maydonini va boshqa texnik xususiyatlarini o'lchashni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda sizning ishtirokingiz shart. Qo'shnilaringizni ham chaqirishingiz maqsadga muvofiq, ayniqsa chegaralar bo'yicha tortishuvlar bo'lsa, injener o'lchovlarni tugatgach, sizga va qo'shnilaringizga kelishuv dalolatnomasini imzolashni taklif qiladi. Agar biror kelishmovchilik bo'lsa, bu dalolatnomada qayd etilishi kerak. Agar sizning mulkingizda noqonuniy qurilishlar aniqlansa, injener bu haqda ma'lumotni kiritadi. Shundan so'ng sizga ularni qonuniylashtirish yoki buzib tashlash bo'yicha talablar qo'yilishi mumkin. 6. Kutish va kuzatish. Arizangiz qabul qilingach, sizga ariza raqami beriladi. Siz shu raqam orqali DXM yoki kadastr agentligining rasmiy saytida o'z arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Jarayonning muddati vaziyatning murakkabligiga qarab farq qiladi. Lekin odatda bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Sabrli bo'ling. Agar belgilangan muddatdan ortiq kutishga to'g'ri kelsa, DXMning kol markaziga yoki kadastr agentligiga murojaat qilib, jarayonning kechikish sabablarini so'rab biling. 7. Muammolar yuzaga kelsa, agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etish sababini batafsil so'rang. Ko'pincha sabab hujjatlardagi nomuvofiqliklar, chegaralardagi tortishuvlar yoki noqonuniy qurilishlar bo'lishi mumkin. Rad javobini olganingizdan so'ng sabablarni bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'ring va qayta murojaat qiling. Agar siz kadastr agentligining qaroriga rozi bo'lmasangiz, qonuniy yo'l bilan sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu so'nggi chora hisoblanadi.
Lekin ba'zida bunisiz iloji bo'lmaydi. Mahalla fuqarolar yig'inlarining roli ham juda muhim. Agar chegaralar bo'yicha yoki boshqa masalalarda muammolar bo'lsa, mahalla raisi va faollari yordam berishi mumkin. Ular qo'shnilar bilan kelishuvga erishishda vositachilik qilishlari yoki mavjud holatni tasdiqlovchi xatlar berishlari mumkin. Aziz do'stlar, esda tuting, mulk bu nafaqat moddiy boylik, balki sizning huquqingiz, ertangi kuningizga bo'lgan ishonchingizdir. Uni asrab-avaylash, uning huquqiy maqomini mustahkamlash sizning zimmangizdagi mas'uliyatdir. Bu yangi tizimni o'z vaqtida o'zlashtirish va unga moslashish sizni kelajakdagi ko'plab muammolardan qutqaradi. Sizning mulkingiz to'liq himoyada bo'ladi. Uni sotish, hadya qilish, meros qoldirish yoki boshqa har qanday huquqiy bitimlar bir necha kun ichida hech qanday qiyinchiliklarsiz amalga oshadi. Tayyorlaning, chunki bu sizning mulkingiz xavfsizligi garovidir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va mulkingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.